Boshladik. Demak, bugun sizlar bilan 3-jumboqning yechimini ko'ramiz. Bizga berilgan mana jumboq 6,5 barobar 33 yozilgan, 4,7 barobar 17, 11,4 barobar 47 yozilgan va 3,8 barobar so'roq belgisi qo'yilgan. Doimdek so'roq belgisi o'rnidagi sonni topishimiz kerak. Buning uchun albatta qonuniyatni aniqlab olishimiz kerak. Mana bu yozilgan 3 ta holatda qandaydir uchalasini jamlovchi bir xil qonuniyat bor. Mana shu narsani topib olsak, mana bu so'roq o'rnidagi sonni mana shu qonuniyat asosida topib olamiz. Bu yerda e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mana bu berilgan sonlar bir-biriga ko'paytirilyapti-da, keyin 3 qo'shib qo'yilyapti. Misol uchun, demak boshladik. Mana 6 ni 5 ga ko'paytirib, unga 3 ni qo'shsak 33 chiqyapti. Xuddi shunday ikkinchisida 7, 2, 17 chiqayotgani 7 ni 2 ga ko'paytirib 3 ni qo'shsak 17 chiqadi. Uchinchisi u ham xuddi shunday 11 ni 4 ga ko'paytiryapmiz va 3 ni qo'shyapmiz barobar 47. Demak, qonuniyatni aniqlab oldik. Mana bu barobardan keyingi sonni topish uchun mana shu ikkala sonni bir-biriga ko'paytirishimiz kerak va 3 ni qo'shib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, bizga kerak bo'ladigan son, ya'ni so'roq belgisi o'rnidagi son topish uchun nima qilamiz? 3 ni 8 ga ko'paytiramiz va 3 ni qo'shamiz. Barobar 27 bo'ladi javobimiz.